Iliya To'puriya jangi haqida ma'lumot berildi. Bahodir Jalolovning raqibi undan ancha og'ir vaznda bo'lganligi aytildi. Assalomu alaykum, siz bilan yana Sport Plus kanali. Aziz do'stlar, barchangizdan kanalimiz rivoji uchun bizni qo'llab-quvvatlab turganingizdan minnatdormiz. Bu videoni ham befarq qoldirmagan holda videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa navbatni yangiliklarga beramiz boshladik. Igor Shevarzuskiy jang payti Bahodir Jalolovdan qanchalik og'ir bo'lganligi oydinlashdi. 5-aprel kuni Astana shahrida Prof boks oqshomi bo'lib o'tgandi. Musobaqa doirasida o'zbekistonlik super og'ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov ringga chiqib, ukrainalik Igor Shevarzuskiyni ochkolar hisobiga ko'ra taslim etdi. Jang oldidan o'tkazilgan vazn o'lchash marosimida Bahodir Jalolov 114 kg tosh bosgandi. Uning raqibi Shevarzuskiy esa jang kuni Astana shahriga yetib kelgandi. Telegram kanallarining ma'lum qilishicha, Shevarzuskiyning jang payti 135 kg vaznda bo'lgan. Eslatib o'tamiz, o'sha kuni 10 raundlik bellashuv to'liq davom etgandi. Bu Bahodirning prof faoliyatidagi ilk to'liq o'tkazgan jangi edi va Bahodir Jalolov ochkolar hisobiga g'alabaga erishdi. Ispan telekanalida To'puriya Oliveyra jangi anonsi e'lon qilindi. UFC'da esa bunga munosabat bildirdi. Ispaniyadagi translyatsiya vaqtida Iliya To'puriyaning navbatdagi jangi e'lon qilindi. Bu muxlislar orasida shov-shuvga sabab bo'ldi. Unda raqib sifatida Charles Oliveyra ko'rsatilgan va To'puriya yengil vazn toifasida debyut qiladi deb yozilgan edi. Iliya To'puriya vazn toifasini o'zgartiradi va Charles Oliveyraga qarshi jang qiladi. Ispaniyalik jangchi yengil vaznda debyut qiladi deb yozilgandi e'londa. Bu ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi va muxlislarning katta qiziqishiga sabab bo'ldi. Ammo UFC tez orada buni rad etib, bu e'lon xato berilganligini ma'lum qildi. Menga tashkilotdagilar bu haqiqat emasligini va e'lon xatolik tufayli berilganligini aytishdi deb yozdi sport sharhlovchisi Alex Bexunin o'z ijtimoiy tarmog'ida. Makhachev kimga qarshi jang qilishi kerakligini aytdi. Bu To'puriya emas. Sobiq UFC chempioni Daniel Cormier Islam Makhachev kimga qarshi jang qilishi kerakligini aytdi. Ishonchim komilki, Getji kamar uchun jang qiladi. U navbatdagi da'vogar, dedi ikki vazn sobiq UFC chempioni Daniel Cormier. Eslatib o'tamiz, Justin Getji so'nggi jangda Rafael Fiziyevni hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etgandi. Sizningcha Islam Makhachev hamda Justin Getji jangi bo'ladimi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Dasturimiz homiysi Adinxbet Bookmakerlik kompaniyasi siz uchun yuqori keyflar va bonuslarni tayyorlab qo'ymoqda. Kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga o'ting, u yerdan omad silkasini toping va promokod joyiga Sport Plus o'z so'zini yozing va o'z omadingizni sinab ko'ring. Agar Makhachev vazn toifasini o'zgartirsa, To'puriya Sarukyanga qarshi jang qilishi mumkin. UFC sobiq chempioni Iliya To'puriyaning jamoadoshlaridan biri Arman Sarukyan bilan ehtimoliy jang haqida gapirdi. Agar Islam Makhachev vazn toifasini o'zgartirsa, Sarukyan bilan jang qilishimiz mumkin, dedi To'puriyaning jamoadoshlaridan biri. Ma'lumot uchun, To'puriya yarim yengil vazn toifasidagi kamarini vakant qoldirib, yengil vaznga ko'tarilganligini e'lon qilgandi. Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Sizningcha Islam Makhachev kimga qarshi jang qilishi kerak? Siz Islamni kim bilan jang qilishini xohlaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.